Assalomu alaykum. Mercedes-Benz Cabriolet i220D avtomobili 2018-yil 67 000 km yurgan atiga yoqilg'i dizel. Mashinamiz ideal holatda. 36 ming won. Dollarga 25 ming dollar bo'ladi. Va salon nima deyapti? Mashinani ta'riflashga til ojiz. Elektronik CD pametlari mavjud. Mashinaning yo'q narsasini o'zi yo'q, hamma narsasi bor. 360 kamera. Cabriolet avtomobilda nima deganlar uchun Cabriolet avtomobil. Orqa salon ham tiniq holatda, mana ko'rishlar mumkin. Mashinamiz ideal. 25 ming dollar bo'ladi. Dollarga eksportga ham ketadi bu mashina akalar. Kimga kerak bo'lsa eksport qiladigan imkon bor, nomerini beraman. Shu mashinani hisoblatib olib ketsalaring bo'ladi. 25 ming dollar. 36 800 000 won. 2018-yil 67 000 km yurgan. E-Class 220D dizel. Mashinani kapotda almashgan. Oldida o'ng tomonda qanotda kraska tegan joyi bor xolos. Qolgan joyi sop-soq, toza holatda mashina.